turk tilini o'rganayotganda qaysi film, qaysi seriallarni ko'rishimiz kerak? Odatda men o'quvchilarimga, hatto o'zimni o'quvchilarimga ham film, seriallarni mana shuni ko'r deb tavsiya qilmayman. Chunki masalan turk seriallari bor. Nimasi bilan farq qiladi? Ular ko'pincha yoki filmlari yoki seriallari bo'ladimi? Ularda ochiq kiyinadigan sahnalar ko'p. Ya'ni biz olib turib, mana shu planshetimizni qo'yib, mana endi kinoni ko'ramiz deb bemalol oila davrasida ko'ra olmaydigan darajada ba'zi ochiq sahnalar bor. Shuning uchun men o'quvchilarimga mana shu filmni ko'r deb aytmayman. Ko'r deb aytdim deylik, bordi, ko'rdi, mana shunday sahnasi bor. Aka aytadi, ustoz shuni ko'r deb aytdi deb. Shuning uchun men film, serial tavsiya qilmayman. Misol tavsiya qilishim mumkin, aynan shu sahnalar bo'lmagan, tarbiyaviy jihatdan, axloqiy jihatdan, qadriyatlarga mos bo'lgan, ochiq kiyingan sahnalar bo'lmagan serial yoki kinolarni ko'rsangiz bo'ladi. Misol deylik, Yunus Emre. Yunus Emre degan misol serial bor. YouTube'da bor, 44 seriya, 44 bo'limi mavjud. Misol shuni ko'rsangiz bo'ladi. Siz uni oila davrasida ko'rasizmi, mashinada ko'rasizmi, do'stingiz bilanmi, yoningizda insonlar bo'ladimi, uni umuman ahamiyati yo'q. Chunki u filmda, ya'ni u serialda aynan ochiq kiyingan sahnalari, behayo sahnalari, axloqiy qadriyatlarga mos kelmaydigan joylari yo'q. Ya'ni shuni tavsiya qilishim mumkin. Yunus Emre, ya'ni 44 bo'limdan iborat. Bemalol subtitrni yoqib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu serialni tavsiya qilishim mumkin. Yana tavsiya qilinadigan serial yoki podkastlardan biri masalan psixologiyaga oid yoki oilaga oid bo'lgan yoki bir atrof muhitga oid bo'lgan YouTube'da podkastlar bor. Shuni ko'rsangiz ham bo'ladi. Va yana eng muhimlardan biri bu intervyular. Ya'ni mashhur turk aktyor yoki aktrisalarini misol bergan intervyulari bo'lishi mumkin. Aynan bular ham imtihonda tushishi mumkin. Shularni ham ko'rishingiz kerak. Endi bu intervyu qanday shaklda tushadi desangiz, aynan dinlama bo'limida 24-29 savollarda dialog bo'ladi. Xuddi shu dialogni aynan intervyudan qirqib olib qo'yishi mumkin, misol uchun. Va yana bir eng muhim, juda yaxshi bir serial mavjud, bu Ibn Sino seriali. Ya'ni turklar Ibn Sino haqida, Ibn Sino bobomiz haqida bir serial ishlashgan. Aynan Ibn Sino dizisi deb izlasangiz YouTube'dan chiqib keladi. Lekin bu aynan 10 minutdan tortib to 20 minutgacha yoki 1 soatlik uzunlikdagi serial emas, aynan parcha-parchalari mavjud. Balkim shunday olingandir, bilmayman, lekin YouTube'da aynan 5 daqiqalik yoki 10 daqiqalik, balkim undan ham oz bo'lgan, aynan men vaqtini ayta olmayman. YouTube'ga qidirtirib ko'rsangiz, izlasangiz, Ibn Sino seriali ham juda bir ko'rishga arziydigan foydali seriallardan biri. Va yana bunga qo'shimcha qilish mumkin, aynan Instagramdagi misol mashhur turk olimlari aytgan misol reelslar bo'lishi mumkin. Bular ham juda yaxshi foyda beradi, lekin aynan dinlamani rivojlantirish uchun, umumiy turk tilini rivojlantirish uchun aynan baribir YouTube'ga murojaat qilasiz. Ya'ni YouTube'da ham men aytganday, misol Yunus Emre dizisini ko'rsangiz bo'ladi, podkastlar, intervyular, Ibn Sino seriali juda yaxshi saviyada. Bemalol oila davrasida, do'stlar davrasida ko'radigan darajadagi videolar hisoblanadi. Bemalol shularni ko'rsangiz bo'ladi.